Uchinchi savol, eshitamiz, голосовой. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamay yuribsizmi? Hamma har xil qozonga piyozni tashiydi. Birinchi go'sht tashagan yaxshimi, piyozni tashagan yaxshimi? Hop, bu savolga xudo xolisa javob beramiz qo'ldan kelgancha. Birinchi go'sht tashiydimi yoki piyoz tashiydimi deyaptilar. Agar katta osh bo'lsa, to'yga qilinadigan osh bo'lsa, zaykasi osh bo'lsa, birinchi go'sht tashaladi. Go'sht tashab, go'sht adab chiqqandan keyin, tashagandan keyin tegib ketmaslik uchun teskasiga adab chiqariladi. Adab chiqqandan keyin tuz beriladi. Keyin piyoz tashaladi. Ozgina shu teggan tuzlar olgandan keyin piyoz tashaladi. Piyoz tillarang bo'lguncha qovuriladi. Bu qovurilishi oshni rangiga ta'sir qiladi. Piyozni birinchi tashaladi qaysi oshda? Cho'xana palov qilinganda go'sht taomni birinchi piyoz tashaladi. Piyoz tashagandan keyin uni yaxshilab kuyib ketmaydigan darajada, maksimal darajada qoraytirib qovuriladi. Ustiga osh rangi qop-qora bo'lib, cho'xana palov bo'lib chiqishi uchun. Farqi shunda.